Mizoj nima va mijoz nima? Mizoj bu tanani temperamentidir. Issiq, qo'l, quruq, sovuq degan ma'nolarda aytiladi. Mijoz esa bu ruschasiga klient degani. Shuning uchun adashmaslik. Mizoj insonni tug'ma fitrati. Qaysi mizojda tug'ilsa, o'sha mizojda u sog'lom bo'ladi va mizojiga asoslanib taomlanadi va hayot tarzida yashaydi. Endi agar shu narsa o'zgarsa, u ham g'ayritabiiy holatga o'tadi, ya'ni boshqa mizoj orttiriladi. Ibn Sino ta'limotida mizojga qarab davolash bu eng to'g'ri usul hisoblanadi. Mizoji g'ayritabiiyga o'tganini aksi, ya'ni o'sha joyga qaytarishlik bu insonni sog'lom qiladi. Har bir inson o'z mizojida sog'lom hisoblanadi. Sog'lom taomlanadi va sog'lom bo'ladi. G'ayritabiiy narsalarni ko'p muntazam qilishlikdan keyin orttiriladi mizojni o'zgarishligi. Ayniqsa biz bir mahsulotni yaxshi ko'ramiz va shu mahsulotni me'yorda ko'p yeymiz va biz o'sha mahsulotni foydasidan ko'ra zarariga o'tib ketadi. Go'sht yaxshi ko'rsak, haddan ziyod go'sht ko'p yeymiz va bizda qon bosimi, qon tomirlaridagi tiqilmalar va qonning ko'payib ketishi, davleniya, mana shular hammasi shuni orttiradi. Ba'zilar qurtni yaxshi ko'radi mizojiga qarab, quruq, sovuq narsa. Uni ko'p yeyavergandan keyin tanasida qurishlik va quvvatsizlanishlik boshlanadi. Quruq mizojlilar me'yorida, qo'l mijozlilar me'yorida iste'mol qilsa, ular doim sog'lom bo'ladi.